Assalomu alaykum, ijtimoiy tarmoqda kuzatib obunachilar, tadbirkorlar yana bir magazinni o'z egasiga topshirdik. Bu magazin Surxondaryo viloyati Termiz shahriga. Bu magazinimizda uzunligi 6 metrga 5 metr, balandligi 3,5 metr, ichki qismidan 3 metr. Magazin polna svet montajlari bo'ldi. Ichki qismini tanishtiraman. Ichki qismi 3 metr, taladan 3,5 metr. Svet montajlar hamma narsasi bo'ldi. Bu magazin kiyim magazini uchun tayyorlab berdik. Devorlari 1.6 laminatdan bo'lgan, 2 qavat o'tiblet bo'lgan. Tom qismi dekor plus, 3 qavat o'tiblet bo'lgan. Stiklovata, penaplex, o'tibletni falga tortilgan. Mana oynalar 4li oynalardan. Profillari 8 ga 8 profildan ramalari bor. Assalomu alaykum, ijtimoiy tarmoq kuzatib obunachilar, tadbirkorlar. Yana bir magazinimizni mana olib kelib Surxondaryo viloyati Muzrabot tumaniga olib tushirib oldik. Bu magazin razmeri 7 metrga 4 metrli magazinimiz. Kecha 17-mart kuni ortilgan magazinimiz ana Surxondaryoga qurilish jarayoni boshlandi. Qurilish jarayonlarini ko'rsatib boramiz. Kimga shunaqa do'konlar kerak bo'lsa, pastda telefon nomerlarimizni qoldiramiz, aloqaga chiqinglar. Assalomu alaykum. Mana Samarqandlik Mo'g'ul va Samarqandga telefon qilib magazinimizga xizmat qurib beringlar deb iltimos qildik. Mana zamonga kelib qurib berdi, juda zo'r, chiroyli. Gap yo'q. Rahmat ularga. Kishidan rozi bo'lsin. Omadini bersin. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, men aloqaga chiqamiz. Assalomu alaykum. Mana Samarqandlik Mo'g'ul va Samarqandga telefon qilib magazinimizga xizmat qurib beringlar deb iltimos qildik. Mana zamonga kelib qurib berdi, juda zo'r, chiroyli. Gap yo'q. Rahmat ularga. Kishidan rozi bo'lsin. Omadini bersin. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, men aloqaga chiqamiz. Assalomu alaykum, ijtimoiy tarmoq kuzatib obunachilar, tadbirkorlar yana bir magazinimizni o'z egasiga topshirdik. Toshkent shahar Yunusobod Bodomzor mahallasiga. Bu magazinimiz 7 metrga 3,5 metrli magazin. Magazin ichki qismini tanishtiraman. Bu magazinimizning eni 3,5 metr, uzunligi 7 metr, balandligi ichkaridan 2,75, kiyim kechish uchun. Svet propallar pod zakaz bilan qildik buni. Kimga shunaqa do'konlar kerak bo'lsa, pastda telefon nomerimizni qoldiramiz, aloqaga chiqing. Devorlari hamishakidek laminat 1.6lik. Pol qismi MDF 1.8lik. Svet montajlari polna bo'lgan. Tayyor. Portga almashtirish uchun. Sog' bo'linglar.
tashvish ko'p dunyoni, yumushi ko'p dunyoni, gapga to'la hamyoni, hamma o'zini bilsin. Tashvish ko'p dunyoni, yumushi ko'p dunyoni, gapga to'la hamyoni, hamma o'zini bilsin. Bilsin, 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 hamma o'zini bilsin. Bilsin, 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 hamma o'zini bilsin. Kimda yo'q ekan gunoh, kim farishta, kim obbo, tiriklikda bo'laga hamma o'zini bilsin. Birda baland, birda past, hayot berar har xil dars. Qilmaylik birovdan as, hamma o'zini bilsin. Bilsin, 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 hamma o'zini. Bilasizmi, dunyodagi eng katta kemaning motori buzilganda eng kuchli ustalar ham uni ishga tushira olmadi. Shunda kompaniya katta tajribaga ega mexanik muhandisni chaqirdi. U motorni diqqat bilan tekshirdi. Muammoning asl nuqtasini topdi. Keyin kichkina bolg'achasini chiqarib, aynan kerakli joyga bir necha aniq zarba bilan urdi va shu zahoti ulkan motor qayta ishlay boshladi. Bir hafta o'tib hisob keldi. $100,000. Kema egasi hayratlanib dedi: "Siz bolg'acha bilan urdingiz xolos-ku." Muhandis xotirjam javob berdi: "Urish $2, qayerga, qanday va qancha kuch bilan urishni bilish $99,998. Xulosa, tajriba va bilim arzon bo'lmaydi. O'z qadringizni past baholamang. Agar hayotingizni har kuni 1% ga yaxshilamoqchi bo'lsangiz, sahifamizga obuna bo'ling."